Hokimlar, siz sabab tinchlik otmoqda tong, ro'zalar tutilib, taroveh namoz o'qilar duoda, xalqim har ong, nabirayu evaralar o'smoqda, hatto chevarayu duvaralar. Allohga shukr shu yurt xalqiga, siz shoh va olam panoh. Go'zal bu olamda yaxshi fikr qildingiz har bir odamga. Qaroringiz xalq va yurt rivoji uchunda. Sizning qaroringiz deputat va hokimlar bajarish mushkul. Ishchi kerak emas ularga. Ular ishlasa-yu ishlamasa oyligi naqda. Qilgan ishiga qarab oylik tayyorlaydi. Zo'r va hattada bir hokim xalqni qabul etar. U bahana ishini bitmas attang. Ish o'rin qilsang, ikkita boshni ko'taraman dedingiz. Ey yurtboshim, sizga yolg'on so'zlarlar, menga yomonlik ko'zlarlar. 6000 kishiga ko'rsatdim, qildirmadilar. Kerak emas dedilar, bil dedilar. Ish haqqi bor o'zida, do'q kelmas tor o'zida. O'lib ket deganday to'g'atmadilar jin. Yolg'ondan urar bong, oyliq naq unda osta tong. 200 ming xalq qiylanar, ish yo'q, oylik yo'q. Vijdonini sotarlar, iymonini sotarlar. Kerak bo'lsa o'z xalqini otarlar. Xalqqa do'st bo'lishni bilmaydi. Hatto sizning qaroringiz qilmaydi.